Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagandekin, qadirli qeyrindaşlar, Tarixi Nazar programımızın 12. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlığı rehberlerinden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizlərə sunuvatımız. Biz ötken qatimqi sanımızda Şarkı Türkistan'ın Hun ittifaqıga qoşuluşidan tartib İslamgacha bolgan davri degan babdan başlap sözlep kelib, Hun dövletining ikkiga bölünganligi degan babga kelib to'xtagan edik. İnşallah bugun shu yerdan başlap diqqətinizlərə sunuşni davom qilamiz. Mikrofon oldida qeyrindoshinglar Abdullah Yalqun. Hun dövletining ikkiga bölünganligi. Büyük Hun dövleti şahzadalaridan Xujansi Qo'g'ishar xonning bir o'g'li milodiy 48-yili Qumluq cho'lining janubida bir hukumat qurib, mustaqillik e'lon qildi. Hozirgi ichki Mo'g'ulistonni, keyinchi Shanshi va Gansu o'lkalarini egalladi. Bu tarixdan boshlab yangi qurilgan bu Hun dövleti Janubiy Hun dövleti burunqisi bo'lsa, ya'ni Qumluq cho'lining shimolidagi Hun dövleti bo'lsa, Shimoliy Hun dövleti deb ataldi. Kitobdagi 3-xaritaga qarang. Bu cho'ng bo'linishning sababini Chin tarixchilari, ya'ni Xitoy tarixchilari shu chaqda yuz bergan ocharchilik deb ko'rsatdi. Ammo betaraf tarixchilar bu bo'linishning sababi Xitoy imperatorining Tangriqut ordusidagi Xitoy malikilar va ularning Xitoydan birlikda elib kelgan xizmatchi xodimlari vasitasi bilan yurgizgan suiqasdlik planlarining natijasi edi deb baho berdi. Lekin Xitoy imperatori buningdan darhol foydalanolmadi. Chunki o chaqlarda Hunlar qisqagina bir muddat ichida kuchlanib, Turkistondagi boshqa butun xalqlarni o'ziga tava qilib olgan edi. Xitoy tarixchilari mundaq bir vaziyat ostida Xitoy imperatori Hun Tangriqutiga bo'yin egib, madora qilib turish siyosati qo'llanishga majbur edi deb yozadi. Janubiy Hun davlati Xitoy bilan ittifoqdosh bo'lsa-mu, Xitoy nufuziga pisand qilmaydi. Xitoy tarixchilarining Janubiy Hun davlati Xitoy davlatiga el bo'lgan edi deganliklari bu vaqadan 55 yil o'tgandan keyingi hodisadir. Bularni navbati kelganda bayon qilamiz. Shimoliy Hun Tangriqutligining yiqilishi. Shimoliy Hun davlatiga dushman bo'lgan Janubiy Hun Tangriquti Siampi va Vuxvan xonlari Shimoliy Tangriqutning kundan kuniga qudrat tepib kuchlanayotganligidan andisha qilmoqda edi. Xitoy imperatori ko'rinishda chetda qarab turgan bo'lsa-mu, har doim fursat kutib turadi. Oxiri milodiy 70-yili Xitoy imperatori Han Mingdi Janubiy Hun Tangriquti Siampi va Vuxvanlar bilan bir ittifoq tashkil qilib, Shimoliy Hun Tangriqutiga hujum qildi. 23 yil davom qilgan bu shiddatli urushlarda Shimoliy Tangriquti bu birlashma dushman kuchlarini bir qancha qatim mag'lub qildi. Oxiri bu 3 birlashma kuch Chuxian ismli Xitoy qo'mondonining yetakchiligida milodiy 93-yili Shimoliy Hun Tangriqutligiga shiddatli hujum qilib, poytaxti Qaraqurum shahrini besib oldi va shaharni tamoman vayron qilib o'tdi. Tangriqut o'z odamlarini elib G'arbiy Mo'g'ulistonga chekindi. Orqasidan qo'g'lab kelgan dushmanlar bilan Tannu Olataq etaklarida qattiq turib urushgan bo'lsa-mu, mag'lub bo'ldi va hech yerda tura olmasdan oxiri Ural tog'lari va Xazar dengizi orasidagi joyga yerlashdi. Keyinchi bular Yevropaning 4dan 3 qismini egallab, g'oyat cho'ng bir davlat qurib chiqdi. Tarixda G'arbiy Hunlar deb atalganlar mana shu muhojirlardan iborat. Tafsiliy ma'lumot uchun umumiy tarixga qarang. Janubiy Hun Tangriqutining oqibati. Shimoliy Hun Tangriqutligi yiqilib, g'arbga ketmaganlardan ba'zilari o'z joyida qoldi va Siampilarga qaytilib ketdi. Bir qismi janubga ko'chib berib, Janubiy Hunlarga qaytildi. Shimoliy Hun Tangriqutligi yiqilgandan keyin Xitoy imperatorligining oldida yolg'iz qolgan Janubiy Hun Tangriquti Xitoy himoyasiga kirib, xiroj to'lab bo'ysunib jon beqishga majbur bo'ldi. Bu vaziyat 230 yil davom qildi.
keyinchi kuchlanib milodiy 304-yildan 308-yillar orasida Xitoyga hujum qildi. Xitoy imperatorini mag'lub qilib, uni asir oldi. O'zini Xitoy imperatori e'lon qilib, Linfen hozirgi Pingyangni poytaxt qildi. Bu davlat Xitoy tarixida Liao xonligi deb ataladi. Keyincha to'palar kelib bu davlatni yo'qotdi. Shuning bilan Osiyo qit'asida har xil nom va shakllar bilan 2000 yil hukm surgan buyuk Hun Tangriqut davlati yiqildi. Hun davlatining mohiyati. Bu buyuk Türk davlati bir qancha ayrim Türk xalq va begliklarning bir cho'ng davlat boshlig'ining rahbarligida bir ittifoq, ya'ni konfederatsion, qadimki Uyg'ur ittifoqiga o'xshash birlashma davlat shaklidagi bir imperatorlik davlati edi. Muhim va cho'ng ishlarda, bo'libmi chet davlat bilan urushga kirish masalasida davlat boshlig'iga qat'iy itoat qilish shart edi. Boshqa kichik ishlarda, masalan, xalq va beglikning ichki ishlarida ular o'z oldiga mustaqil edi. Hatto qo'shni xalqlar bilan urushish va yoki yarashishda butunlay erkin edi. Bu xalq va begliklarda Tangriqut askar turg'izmaydi. Har qaysi xalqlarda Tangriqutning bir vakili, uning kotibi va xizmatchilaridan tarkib topgan doimiy hay'ati turadi. Tangriqut chet ellarga qarshi urushga kirishganda ittifoq ichidagi xalqlar kuchiga qarab bir qism askarlarni elib Tangriqut bilan urushga kiradi. Bulardan boshqa yana xalqlarning har yili Tangriqut xazinasiga ma'lum miqdorda tortiq, ya'ni moddiy yordam topshirish majburiyati bor edi. Xitoy, Iron va ba'zi Yevropa tarixlarida Hunlarni bulang-talang bilan shug'ullanadigan vahshiy bir qavm deb ko'rsatib kelmoqda. Bu so'zlarning hammasi haqiqatga uyg'un bo'lmagan to'kmatdir. Bu qilich bilan taqobil turishga kuchi yetmagan dushmanning qalam bilan intiqom olishga urinishidan boshqa narsa emas. Shuning uchun Hunlarning haqiqiy ahvolini, shonliq tarixini va yuksak madaniyatini bir oz bo'lsa-mu o'tirg'a qo'yib oydinlashtirish bir tarixchining vazifasi deb hisoblayman. Lekin bu haqda yana Xitoy manbalaridan foydalanishga majburmiz. Bu manbalarda Hunlar va boshqa turk xalqlarini kuchining bericha yomon ko'rsatishga uringan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan ularning ustun madaniyati, insoniy axloq fazilatlari va davlat tashkiliy jihatdagi ortiqchiliklari haqida ma'lumot berishga majbur bo'lgan. Qadimgi Xitoy tarixlaridagi Hunlarga oid ma'lumotlarga ko'ra, Hunlar nihoyatda cho'ng va muntazam bir davlat tashkilini qurib chiqqan. Yurtda tartib, intizom va omonlik turg'izilgan edi. Adliya va qonun tuzumlari mukammal bo'lib, adliya mahkamasi, sud va turma qatorliq tashkiliy organlar qurilgan. Davlat tashkiloti markaz va yerlik deb ayrilgan. Davlat ichida har xil ijtimoiy xalq tashkilotlari bo'lib, xalqning fikri bilan tuzut, ya'ni qonun tuzib chiqish va davlatning muhim masalalarini hal qilish tuzumi yo'lga qo'yilgan. Harbiy jihatda bo'lsa, Hun davlatida muntazam 30 ming kishilikdan ko'proq qo'shin har doim hozir edi. Butun fuqarolarning harbiy intizom va tuzumga rioya qilish majburiyati bor edi. Ya'ni har bir turk bir askar edi. Igilik jihatda har bir kishi ma'lum miqdordan terilg'u yer va yoki yayloq, o'tloqqa ega edi. Konchilik, sanoat va savdo tijorat ishlari butun yurtda toza taraqqiy qilgan. Xitoylar Hun madaniyatidan ko'p foydalangan. Mush yerdagi izohatda ba'zi tarixchilar Xan sulolasi davrida Hunlar kashf qilgan 12 hayvonlik kalendarning Xitoychaga tarjima qilinib foydalanilganligini yozadi. Hozirmi Sharq Turkistonda qo'llanayotgan sochqon bilan boshlanib, uy bilan oxirlashadigan 12 oyning nomi bilan tuzilgan kalendar mana bugun Xitoylarning qadimki taqvim deganlarining dal o'zi. Bu muallifning izohati. Hun davlati harbiy tashkilotni asos qilgan holda o'ng, so'l va o'ttir qo'llarga ayrilgan. O'ttir qo'lning harbiy ishlari bevosita Tangriqutga qaraydi. So'l qo'l, ya'ni sharq taraf Barang'ar deb atalib, Vali ahdiga va o'ng qo'l, ya'ni g'arb taraf Jung'ar deb atalib, bu tarafning harbiy ishlari Tangriqut oilasidan bir tekin, ya'ni shahzodaga qarashliq edi. Umuman qilib aytganda, yurtning sharqiy, ya'ni kun chiqish tarafi muqaddas hisoblanadi. Hun Tangriqutlari o'zlarini doim Xitoy imperatoridan ustun tutadi. Mana yuqoridagilar bizga dushman tarafning tarixchilari
ya'ni Xitoy tarixchilarining guvohlik berishi bilan isbotlangan paketlar bo'lib, bular shu zamonning eng yuksak deb sanalgan madaniyatidir. Bir oz tarix o'qigan kishiga ma'lum bir haqiqatdir. Hunlarda diniy e'tiqod. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Hunlarning dastlabki dini Toyin dini edi. Keyinchi ularda ko'p tangrichilik e'tiqodi rivojlandi. Bu dinning e'tiqodiga ko'ra, dunyoni birli tangri idora qilmaydi. Har bir ish uchun ayrim tangrilar muakkal bo'lib, bularning har biri o'z oldiga bir tangridir. Masalan, quyosh, oy va osmon dunyoni yaratadigan va yo'qotadigan tangrilar deb e'tiqod qilindi. Bu tangrilarning har biri uchun alohida ibodat va qurbonlik qilish murosimlari bor edi. Yerni insonning jismoniy qo'g'dug'uchisi deb uningga atab boshqa qurbonlik qilinadi. Tangrilar uchun ayrim yerlarda ko'proq ot qurbonlik qilinadi. 2. fasl. Hun davlati davrida Sharq Turkiston. Milodidan burungi 206-yillari Sharq Turkistondagi 36 xonlik yuqorida bayon qilingan sabablar bilan Hun ittifoqiga qaytilgan edi. Bu tarixdan tortib 100 yilga yaqin bir mezgil Sharq Turkiston aholisi butunlay tinch bir davrda yashadi. Bu tinchlik va xotirjamlik natijasida Sharq Turkistonda terilg'u ziroat, mol chorvachilik, savdo tijorat va sanoat rosa ilgirlab, madaniyatmo nihoyatda tez taraqqiy qilgan edi. Xonliqlarda Tangriqutning askari yo'qdi. Har qaysi xon ordisida davomli Tangriqutning birdan vakili boshliq bir qancha kishilik hay'at turadi. Xonlarning har yili belgilangan miqdorda bosh to'lash va tashqi dushmanlarga qarshi urushga askar chiqarib, Tangriqut bilan jangga qatnashish majburiyati bor edi. Demak, umumiy jihatda xonlar Tangriqutga bo'ysunib, ichki jihatda o'z oldiga mustaqil edilar. Xon o'lgandan keyin o'rniga o'g'li yoki xonadondan bir kishi yoki xalq tarafidan saylangan va Tangriqut tarafidan tasdiqlangan biri xon bo'ladi. Bu davr milodidan burungi 108-yilgacha davom qildi. Bu mezgilda xonliqlar bilan Xitoy va boshqa yot davlatlar bilan hech qanday do'stlik munosabat yoki adovat yo'qdi. Xitoyning Sharq Turkistonga birinchi qatimliq tajovuzi va mag'lub bo'lishi. Milodidan burungi 119-yili Gansu urushida Hunlar mag'lub bo'lib, Gansu, ya'ni Kangsu Xitoyning qo'liga o'tdi. Shuning bilan imperator Vudi g'aljirlashib, tajovuzchilik qo'lini Sharq Turkistonga uzatqila boshladi. Gansuga chegaradosh bo'lgan Lolan, ya'ni Roran va Qo'chu xonlari Xitoyning tajovuziga qattiq turib qarish turgan bo'lsa-mu, oxiri Xitoy imperatori Chao Pononing qo'mondonligidagi g'oyat zo'r bir qo'shin bilan Lolan xonligiga hujum qildi. Shiddatli urushlardan keyin Lolan xoni mag'lub bo'lib asirga tushdi. Orqadan Qo'chu xonimi mag'lub bo'ldi. Shuning bilan Sharq Turkistonning ikki kuchlik xonligi Xitoyning qo'liga tushib ketdi. Milodidan burungi 115-yili imperator Vudi Sharq Turkistondagi eng cho'ng xonliq bo'lgan Uysun xonligiga Jangqianni elchi qilib yo'lladi. Jangqian Uysun xoni bilan do'stlik kelishimi tuzdi. imperator qizini Uysun xoniga yotliq qildi. Shuningdan boshlab 6 shahar va Issiqko'l atrofidagi xonliqlar Xitoy hokimiyatini to'nishga majbur bo'ldi. Xitoy imperatori G'arbi Turkistonni o'ziga bo'ysundirish uchun Farg'ona xoni oldiga elchi yo'lladi. Farg'ona xoni buningga Xitoy elchisini o'ldirib javob berdi. İmperator milodidan burungi 104-yili nurg'un askar yo'llab Farg'onaga hujum qildi. Farg'ona xoni Xitoyning bu hujumini chekindirib, Xitoy askarlarini qattiq mag'lub qildi. Bu ig'ir mag'lubiyatning intiqomini olish uchun milodidan burungi 102-yili Vudi Farg'onaga 60 ming kishilik qo'shin bilan hujum qildi. Bir qancha qitimli qonliq urushlarning birida Farg'ona xoni o'ldi va Farg'ona Xitoylarning qo'liga o'tdi. Xitoylar bir Farg'onalikni xon qilib qo'ydi. Shuning bilan G'arbi Turkistonmo Xitoy istilosi ostida qoldi. Ammo bu istilo uzunga bormadi. Bularni yanada Xitoy manbalarida ko'ramiz. Xitoy tarix kitoblarida bu voqealarni mundoq deb yozadi. İmperatorning hokimiyati bu joylarda, ya'ni G'arbi Turkistonni demakchi, uzun davom qilmadi.
Chunki xonlar fursat topsala Xitoyga qarshi isyon ko'tarib, Xitoylarni haydab chiqaradi. Arqasidan Xitoy askarlari kelib, qattiq urushlardan keyin bir qancha shaharni qaytirib olsa-mu, onlar kelib yana Xitoylarni chiqarsa, Xitoylar yana kelib ularni haydab chiqaradi. Shunda qilib Turkiston tuproqlari, Turkiston va Xitoy askarlari o'ttirisida jang maydoniga aylangan urushlar 22 yil davom qildi. Milodidan burungi 68-yilga kelganda Xitoyda imperatorga qarshi isyon ko'tarildi va Vudi o'ldirildi. Shuning bilan Sharq Turkistondagi butun xonliqlar Hun Tangri qutining yordami bilan yurtlaridan Xitoy askarlarini haydab chiqarib, Hun ittifoqiga qo'shildi. Sharq Turkistondagi xonlar Hunlar bilan birlashib 37 yil bir muddat ichida tinch amon yashadi. Sharq Turkistonda birinchi qatimliq Chin istilasi, ya'ni Xitoy istilasi. Milodidan burungi 59-yilidan 10-yilgacha. Milodidan burungi 60-yili Hun shahzodalaridan Chichi xon va Qo'g'shar Xujansi xon o'ttirisida yuz bergan ichki urushlar va Siampilarning Hunlarga qarshi hujumlarini fursat bilgan Xitoy imperatori Jingji ismli qo'mondan boshchiligida cho'ng bir qo'shinni Sharq Turkistonga yo'lladi. Jingji milodidan burungi 95-yili Lolan va Qo'chu xonlarini mag'lub qilib, bu joylarni besib oldi. Undan keyin Kengit, hozirgi Qari shahar, Kucha, Yarkan, Qashqar va Udun qatorliq 36 xonliq orqa-orqadan mag'lub bo'lib, Xitoyga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Bu yer tilga ilingan Udun bo'lsa, hozirgi Xotan o'z vaqtida Udun deb ataladi. İmperator istila vazifasini o'rindab bo'lgan Jingjini Sharq Turkistonga umumiy vali qilib tayinladi. Jingji Lopnur ko'li yanida Voli degan joyni markaz qilib turdi. Hozir bu joydan hech qanday asar qolmagan. Xitoy tarixlariga qaraganda bu istila 49 yil davom qilganmish. Sharq Turkistonning Xitoy istilasidan qutulishi. Milodidan burungi 10-yili Hun Tangriquti Sharq Turkistonga yordam berish uchun qo'shin yo'lladi. Bu qo'shinning yetib kelishi bilan har qaysi xonlar o'z yurtlaridagi Xitoylarni yo'qotdi va Hun Tangriqutining himoyasi ostiga kirdi. Lekin janubda Udun, ya'ni Xotan, Yarkan, Uch va Kucha xonlari Hun davlatiga qo'shilmay do'st bo'lib, o'z oldiga mustaqil qolgan. Bu xonliqlar ichida Yarkan xonligi hammasidan kuchli edi. Sharq Turkiston xonlari o'ttirisidagi ziddiyatlar. Milatning 40-yili Yarkan xoni butun Sharq Turkistonni o'ziga bo'ysundirib, Sharq Turkistonda o'z rahbarligida bir turk davlati qurish yo'lida oldi bilan Udun xoni Iparxon bilan urush boshladi. Qisqa bir vaqt ichida Iparxonni mag'lub qilib, uni o'ldirdi. Shuning bilan Udun va undan keyin Qashqarmo Yarkanning hokimiyati ostiga kirdi. Milodi 41-yili Kuchani oldi va o'g'lini Kuchaga hokim qilib tayinladi. Undan keyin Yarkan xoni Kengit, Lolan va Qo'chu xonliqlarini o'ziga tava qilishga uringan bo'lsa-mu, ularni Hun Tangriquti himoya qilib turganlikdan buni amalga oshira olmadi. Milodning 48-yili Hun davlati ikkiga bo'lingandan keyin Sharq Turkistonda Hun davlatining ta'siri qolmadi. Ammo bu vaziyat uzun davom qilmadi. Chunki Shimoliy Hun Tangriqutligi kuchlanib, Qo'ju, Lolan, Kengit va shimoldagi boshqa xonliqlarni o'ziga tava qildi. Kuchamo Yarkan xonliqidan qutulib Tangriqutga qaytildi. Yarkan xonliqining Udun, Qashqar va Uch qatorliq joylardagi hokimiyati milodining 60-yillargacha davom qildi. Bu jarayonda Shimoliy Hun Tangriqutligi bilan do'stona va yaxshi munosabatda o'tdi. Burun Yarkan xonligi tarafidan o'ldirilgan Udun xoni Iparxonning jiyani Kuntug'di xon milodining 60-yillari orasida Yarkan xoniga qarshi isyon ko'tarib chiqib, Udunni qo'liga oldi. Texmo ilgirlab Qashqar va Uchni elib Yarkan xonligining o'rniga kuchli bir xonlik qurib chiqdi. Kuntug'di xon bilan Shimoliy Hun Tangriqutligi orasida do'stona munosabat o'rnatilgan bo'lib, Tangriqutning bir doimiy elchisi Udun, ya'ni Xotanda turadi. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib vaqt e'tibori bilan Tarix nazar programmamizning 12-sonini mush yerda oyoqlashtiramiz. İnşallah Rabbim ömür bersa, oldimizdagi sonda Sharq Turkiston bilan Xitoy o'ttirisidagi 30 yillik urush degan babdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. İjobatli duolaringlarda duo qilishni unutmaysizlar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.